Tasavvur qiling, siz muhim bir ishni boshlamoqchisiz. Stolga o'tirdingiz, qalamni qo'lga oldingiz, lekin aynan shu soniyada telefoningiz yondi. Do'stingizdan kelgan keraksiz xabar, kimgadir yozilgan kommentga kelgan javob. Diqqatingiz bo'lindi. Yoki tasavvur qiling, xonangizda tinch o'tirib ishlamoqchisiz, lekin ko'chadagi shovqin yoki shunchaki ichingizdagi bir pastgina dam olsamchi degan ovoz sizni chalg'ityapti. Keling, hammamizga tanish bo'lgan bir holatni olaylik. Siz ovqatlanish uchun dasturxon boshiga o'tirdingiz. Qo'lingizga telefon olib, biror video yoki kino qo'ydingiz. Ovqat 10 daqiqada tugadi, lekin siz hali ham o'tiribsiz. Ovqat tugagan bo'lsa-da, ekran qarshisidan qo'zg'ala olmay, yana yarim soat, 1 soat vaqtingizni o'sha kinoga qurbon qilib yubordingiz. Qorin to'ydi, lekin miya och. Vaqt esa suvdek oqib ketyapti. Tanishmi? Bu shunchaki dangasalik emas, bu zamonaviy dunyoda sizning eng katta boyligingizga uyushtirilgan hujumdir. Carl Newport o'zining Deep Work kitobida dunyoni ikkiga ajratadi. Birinchisi yuzaki ish. Bu sizni charchatadi, lekin hech qanday natija bermaydi. Kinoni oxirigacha ko'rish, keraksiz xabarlarga javob berish, diqqatni jamlamay qilingan har qanday harakat. Ikkinchisi chuqur ish, Deep Work. Bu dunyoni unutib, bor imkoniyatingizni bitta maqsadga qaratishdir. Nega biz chuqur ishlay olmaymiz? Chunki biz vaqtni qadrlashni unutdik. Vaqt haqida gap ketganda ajdodlarimizning hikmatlariga nazar solaylik. Bir ajoyib rivoyat bor. Dengiz bo'yida bo'lsangiz ham tahorat olayotganda qo'lingizni ko'rsatilgan miqdordan, ya'ni 3 martadan ortiq yuvmaslik kerak ekan. Odamlar so'rashgan ekan, axir dengiz oldida turibmiz-ku, suv ko'p bo'lsa, buning nima isrofi bor? Ulamolar javob berishgan ekan. Bu suv isrofi emas, bu vaqt isrofidir. Qarang-a, hatto daryo yoki dengiz bo'yida tursangiz ham, o'sha qo'shimcha 4-marta qo'l yuvishga ketgan bir necha soniya isrof deb hisoblangan. Chunki bu soniyada siz foydaliroq, xayrliroq ish qilishingiz mumkin edi. Biz esa bugun dengiz bo'yida emas, smartfonlar qarshisida soatlarimizni, kunlarimizni, butun umrimizni oqizib yuboryapmiz. Biz bu vaqtimiz bilan nimalar qilyapmiz? Kelajagimizni quryapmizmi yoki birovning hayotini kuzatib o'z hayotimizni sovuryapmizmi? Deep Work bu shunchaki kitob emas. Bu sizga diqqatni qaytarib beradigan quroldir. Agar siz 10 daqiqalik ovqatdan keyin 1 soat kino ko'rishda davom etayotgan bo'lsangiz, demak sizning diqqatingiz asirga olingan. Kitobning 2-bobi sizga bir narsani o'rgatadi. Muvaffaqiyatga erishish uchun sizga ko'p vaqt emas, sizga chuqur diqqat kerak. Sizningcha kundalik hayotingizda eng ko'p vaqtingizni nima o'g'irlayapti? Izohlarda yozib qoldiring. Tasavvur qiling, kun bo'yi tinmadingiz. Ertalabdan kechgacha kompyuter qarshisida o'tirdingiz, telefoningiz tinmadi, kimgadir javob berdingiz, qog'ozlarni u yoqqa bu yoqqa surdingiz. Kech bo'ldi. Siz charchagansiz, xuddi tog'ni talqon qilgandek holga kelgansiz. Lekin o'zingizga bitta savol bering. Bugun men dunyoni o'zgartiradigan yoki o'zimni bir qadam oldinga siljitadigan aynan nima ish qildim? Javobingiz ichingizni kemirishi mumkin. Aslida hech narsa. Shunchaki band bo'ldim. Bugun biz siz bilan bandlik epidemiyasi haqida gaplashamiz. Nega hozirgi zamonda hamma men juda bandman deydi-yu, lekin sifatli natija ko'rsatadiganlar barmoq bilan sanarli? Nega chuqur ishlash, Deep Work xuddi qizil kitobga tushgan noyob hayvondek yo'qolib boryapti? Keling, bir misol ko'raylik. Siz bir ofisda ishlayapsiz. Sizning ish unumdorligingizni qanday o'lchashadi? Agar siz zavodda ishchi bo'lsangiz, necha dona g'isht quyganligingizga qarab baholashardi, lekin aqliy mehnatda bu juda qiyin. Shuning uchun ko'pchilik bitta tuzoqqa tushadi. Agar men tez-tez xabarlarga javob bersam, majlislarda ko'p gapirsam, yugurib yursam, demak men yaxshi ishlayapman. Bu xuddi bo'sh chelakni u yoqdan bu yoqqa ko'tarib yugurishga o'xshaydi. Chelakning ichi bo'sh, lekin siz yuguryapsiz, hamma sizni ishlayapti deb o'ylaydi. Newport buni o'lchovsiz qora tuynik deb ataydi. Biz natijani emas, harakatni o'lchaydigan bo'lib qoldik. Siz ovqat yeb bo'lib kino ko'rishda davom etayotganingizda ham aslida miyangizni nima qilsam ekan degan qaror qabul qilish azobidan qutqarmoqchi bo'lasiz, chunki chuqur o'ylash og'ir va azobli. Yuzaki bandlik esa juda oson. Vaqtning mazmuni haqida gapirganda yana bir hayotiy haqiqatga to'xtaylik. Ulamolarimiz ajoyib bir gap aytishgan ekan. Vaqtdagi baraka bu diqqatning jamlanganligidadir. Bir inson 10 soat kitob o'qidi, lekin har 5 daqiqada chalg'idi. Ikkinchi inson esa atiga 1 soat o'qidi, lekin dunyoni unutib, butun vujudi bilan kitobga kirdi. Qaysi birining vaqtida baraka bor? Albatta ikkinchisining. Eski ulamolar
ulamolarimiz sham yorug'ida suvoq hujralarda o'tirib minglab sahifalik asarlarni qanday yozishgan. Ularda na internet, na svet, na qulaylik bo'lgan, lekin ularda ixlos va diqqat bo'lgan. Ular dengiz bo'yida tahorat olayotganda vaqtni isrof qilmaslikni niyat qilganidek har bir daqiqasini bitta buyuk maqsadga tikishgan. Bizda esa sharoit podshohlarnikidan-da a'lo, lekin natijamiz qani natija? Ikkinchi bobning eng muhim xulosasi shundan iborat. Agar hamma chalg'iyotgan bo'lsa, diqqatini jamlay olgan odam super qahramonga aylanadi. Dunyoda chuqur ishlaydiganlar kamayib borayotgani bu siz uchun yomon xabar emas. Bu juda katta imkoniyat. Agar siz hamma bandman deb ijtimoiy tarmoqlarda kezib yurganida telefoningizni o'chirib 2 soatgina chuqur ishlay olsangiz, siz ulardan 10 yil o'zib ketasiz. Sizchi, bugun necha soat bo'sh chelak ko'tarib yurdingiz va necha daqiqa haqiqiy deep work qildingiz? Agar sizga ushbu bandlik tuzog'idan chiqish yo'llari qiziq bo'lsa, keyingi bobda Cal Newport bizga aynan qanday qilib diqqatni po'latdek mustahkam qilish strategiyasini o'rgatadi. Sahifalabni kuzatishda davom eting, zero haqiqiy muvaffaqiyat shovqin suronda emas, sukunat va chuqur mehnatda yashiringan. Do'stlar, deep workni amalda qo'llash qiyindek tuyulyaptimi? Sizga yordam berish uchun men bitta ajoyib yechim tayyorladim. Telegram kanalimizda maxsus Pomodoro strategiyasi PDF qo'llanmasini yukladim. Lekin bu hali hammasi emas. Sizlar uchun maxsus Study with me, men bilan birga o'qing formatidagi veb-saytimizni ishga tushirdik. U yerda videoda ko'rganingizdek professional timer va vaqtni jamlovchi musiqalar mavjud. Shunchaki saytga kiring, start tugmasini bosing va men bilan birga chuqur ishlashni boshlang. Link tavsifda. Siz dam olish kunini orziqib kutdingiz. Bugun mazza qilib uxlayman. Keyin esa telefon titib o'tiraman dedingiz. Kun bo'yi Instagram ko'rdingiz, TikTokda vaqtingiz o'tdi. Ovqat yeb bo'lib ham o'sha zerikarli kinoni ko'rishda davom etdingiz. Kechqurda o'zingizni baxtli his qilyapsizmi? Yo'q. Aksincha, ichingizda bir bo'shliq, qandaydir og'irlik va yana bir kunim isrof bo'ldi degan pushaymonlik bor. Endi boshqa holatni tasavvur qiling. Siz 2 soat davomida dunyoni unutib, qiyin bir masala ustida ishladingiz yoki bitta murakkab asarni o'qib tugatdingiz. Charchadingiz, lekin ko'zingizda quvonch bor. Nega? Nega hech narsa qilmasak bizni charchatadi-yu, chuqur mehnat bizga quvvat beradi? Neyrobiologlar bir narsani isbotlashgan. Bizning miyamiz narsalarga qanday qarashimizga qarab dunyoni shakllantiradi. Agar siz yuzaki yangiliklar, g'iybatlar, keraksiz videolar bilan band bo'lsangiz, miyangiz bularni eng muhim narsa deb qabul qiladi va hayotingiz tartibsiz, mazmunsiz ko'rina boshlaydi. Lekin siz chuqur ish, deep work holatiga kirganingizda miyangizdagi barcha mayda-chuyda muammolar, qarzlar yoki tushkunliklar o'z-o'zidan g'oyib bo'ladi. Siz o'sha soniyada faqat bitta narsa bilan bandsiz. Bu holatni psixologiyada oqim deb atashadi. Oqim ichida bo'lgan inson vaqtni ham, o'zini ham unutadi. Bu inson erishishi mumkin bo'lgan eng yuqori darajadagi ruhiy qoniqishdir. Eslang, ulamolarimiz aytganidek, bo'sh qolgan nafs shaytonning o'yingohidir. Siz o'zingizni bekorchilikka topshirganingizda miyangiz o'z-o'zidan salbiy fikrlarni qidira boshlaydi. Vaqtni isrof qilish nafaqat kelajakni boy berish, balki bugungi kuningizdagi barakani va ichki xotirjamlikni o'ldirishdir. 3-bobning xulosasi oddiy. Baxt bu bekorchilik emas, baxt bu bitta maqsad yo'lida borliqni unutishdir. Buni bugunoq his qilib ko'rishingiz mumkin. Biz siz uchun Sahifalab veb-saytida maxsus Study with me timerini yasadik. Saytga kiring, 25 yoki 50 daqiqalik rejimni tanlang va biz bilan birga oqim holatiga kiring. O'sha 25 daqiqa tugagach o'zingizni qanchalik yengil his qilishingizga guvoh bo'lasiz. Telegram kanalimizdagi PDF qo'llanmani esa hali ham yuklab olmagan bo'lsangiz, hoziroq o'ting. U yerda o'zingizni chalg'itadigan narsalarni qanday qilib bloklash bo'yicha amaliy mashqlar bor. Unutmang, sizning daqiqangiz bu sizning hayotingizdir. Uni kimga yoki nimaga berishni o'zingiz hal qilasiz. Keyingi videoda biz Cal Newport taklif qilgan chuqur ishlashning, deep workning 4 ta qat'iy qoidasiga o'tamiz. Mana o'shanda haqiqiy o'yin boshlanadi.